Nima? Yana nega? Bir yeni chilim qaychilibga qizlar bilan o'tirib kelaylik deydi. Nimanda tugmaydi bu o'tirishdan? Men kunda bir o'tirish beryapamda. Kunda o'tirish beryapamda. Yili faoliyat deysan ekansan, yili yig'ilish deysan, yili tug'ilgan kun, yili yo'qlash. Qachon bir uyda o'tirsan? Hey, endi o diye mening tijoratimda, tijoratim bo'lgandan keyin shu endi kishilik munosabat deganda shu yig'ilish faoliyatga bo'lib turdi. U faoliyat yig'ilishlar bilan bu o'tirishimga nima munosabati? Qarama kiyinib olganingni. Bir onalar salohiyatini chiqib turganda kiyinishtirandi. Yelimcha sizga tegib bir balni tug'ib shinsayerimda ketdim men. Buncha kishi huquqim yo'qmi mening? Ya biz qachon bir oila kishilar issiq bir tomoqni bir jo'z daqiqani yeymiz? Osh qo'yatamdim men. Balans chiqinlarni osh qo'ydimmi bir kun? Yo'q, osh qo'ymadi. Bir kuni famgayman, bir kuni veymay. Sen o'xshab mushta o'rin xotinlarga toza bo'lib berdi-ku veymay. Veymay çok qarang pulga keladi. Bikkaga bermaydi-ki ekirib. Mening bu uyda turib tamoq atlik vaqtim bormi? Kunduz tijoratda bozorchiman deb namna yurma. U ishdan kelib qachon yerib charchansay tamoq etib birma? Shu veymayni tamoqinim shu mening pulimga kirib atqanmi? Mening pulim? Qachonlardan beri sening mening dizga kelib qoldi. Pul topmagansa, pul topmagan chig'indim seni baqalaganman. Ili hamma baqalayman. Kichkina bir savdoga ilinib bilib, endi uyoq tijorat, mayoq faoliyat, ashundaq yuribsan kech-kechalab. Men oilani balangni unutib ketdim. Nädik sepsadi gaplarga ishonib, 50 xotinni bir yerga yig'ib olib, pul topmagan erlarni jiroq turinglar, adres biting degan sepsadi shuarga ishonib, kallangni yutib bo'ldi. Lekin sen ular o'xshamaysan. Sening bir oilang, yo'ldishing, bir farzanding bor. Demakda men ularning degan gapining xatosi yo'q. Nima qildi pul topamaydigan hozirgi kunda? Pul topamaganmisiz-chi, sizim Alloh murojaat ketdim. Ha, bunda da. Adres kartında olsa, hilamı keçmeysen. Baba, voy urishmanglar-chu. Men tekrar azroq yozamayapman. Voy kirgina ishchidik uyga. Shu sen bir nimaga to'ch. Voy sen bir nima demaydigansan-chi, bir kim tutmayman buning bilan men. Kir tekrarim qilaman ha. Ha, balığı tatışıp dep qo'y. Ha, shu balığı tatishib turib qo'yapman. Meningcha erkin yashagan bor. Men bek zerikib ketdim bu turmushga bog'lanib qolib. Erkin yashaganmsamcha nurg'un pul tepilatdim bu kemga. Bo'ldi. Erkin yaşa. Bugünden başlab erkin yaşa. Mening bağı sana o'xshash, ya uylan kari yo'q, ya balisilar, ya yo'lchilar, ya uyda osh tomoq etmaydigan sana o'xshash xotin bilan hozirlar ko'zimda yo'qol. Voy yo'qolsam yo'qoldim. Kim o bu ışıktaşdan arlaqada kelib ketdim tuzg'ib. Kim o? Sakın. Hadi. Ovozinglar pes kuchib turma. Nimaancha vaqiraysizlar? Shoziraq. Akamchu. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi aka? Yaxshimi fikrim kaldimi? Sakın sen qo'ymamdan kelib chaqira. Ishqinglar pranshib o'tirib turinglar, mening barda g'ayrimbatni berib kelay. Bu keshindagi borsa? Voy, do'stlarimdan bir chilimxonga. Nima xonga? Chilimxonga? Bu chilimxon, bu yo'ldishing balangga turib chilimxon kiramsa? Bir chilimxonga bir erbala kirsa bo'lmaydi-ku, degan bir taxta isib qo'yibdim-a. Men uyga borgan bilan chilim chekmayman. Voy sen chilim chekmisanmi? Atrofingdagi chilim chekadiganlar bilan bir tayoq daydilisa. Nimancha kiyinib olding qarab baqa? Sen qaldingmi men bosh qilmagan? Mening adam bilan singlim borga shunga boshqaraman. Dadamni kichik vaqtimizda deydi-ku, "Men uzun kiyininglar balam, uchiq qolmanglar" deb. Dadamning bu vaqtda shu ashta kiygan. Endi aytaydim men o'z oldim erkin odam. Qanday kiyim kelsa shuna kiyman. Sen qaldingmi meni bosh qilmagan? Aka siz o adamni bosh qo'ymadingizmi? Bu uyda bo'layotgan jijanning ishi shu mush. Shu men hech kimga hisob emas bu uydan. Biz yuqori ajrashgan bo'lyapmiz yine. Meni erkin yashagan bor. Yaxshi qildi ekansa, ajindalik qil. Bu suvaga ko'chiq chiqat. Hammamizning nom obro'yini buzib devat. Nomus qilmay da'vatamsa gapni-da. Bir balaning onasi, bir oilaning menda bir ishini qilayotgan bo'lgan uyda jim o'tirsan menda, o ko'chiq chiqatgan qizlarga o'xshamsan.
Bunda kallağını silkevet ede, senin bir kızın var. Bak kızını çoğun buluvatıdı. Kim muşla şu kızını yüz abroyu takaşmamda. Tünügünün yağı bak Kadriyanın malimi telefon kılıp alanmaptı ışkınlağa. Ya sana telefon kız anmapsa, sizge mi telefon kız anmapsa zaka? Ben bir neçə gün apırıp koygan günden ben de oğandaki malimi benim numaramını bilirken mağıqtı telefonunu. Telefonu nemideydi? Kadriyanın ki okuş, nemiz lacarlap gitti okuşu. Ben ruh keyfiyatlarımın bir xillam turudu, nem boldu zade deydi. Nem boladı mana muşunda. Kündü uydu cidel. Unda kımmanla. Ay o telefonu hiç qasd almadım. Bu hazır oxuculam kızıqken bu keşikçi odanlaştırıp ya bulanın dersini biz düşenmisek. Qandaq gütümüz bununla. Sen ders tekrar kılanmısan mı? Yine de oturup bir ısık tamakını ekip versen olmamda. Desem demesem bu öyde bir gün mü tamak etilmeydi? Ama tamak etilmeye öyünün berkiti bulmaydı deydi adam. Şunu mu unutup kapsa? Kadriye? Saka? Sizge vağı Şamçırak markasındaki balla ügünüş yetekçi kompüterine geldim. Ma somkının işi şu Şamçırak markasındaki okuyucular ügünüş yetekçi kompüteri bakı. Ben Kadriye'ni vağı düge üyge ekitime. Bunda cidel kurmaydığa üyde bu Kadriye'nin ügünüş kançılık olmakçı. Aş apam bilen birlikte tutsun. Ne yazık? Saka. Men bağmay. Men bundan keyin oturuşlağım, yığılışlağım bağmay. Hicabımı qısam öz yolda qilib, kündü uyda ısıq tamaq etib yoldaşım bilan balamның kelishini saqlab, tekrarlarda muşu Şamçırak bilan qızımның yinda oturup, bundan keyin yaxshi ana bo'lishga tirishay. Endi mening adamga o'xshadi. Halil'nin azari, nehir sulganlık, İksandır yermeli, üstün kılganlık. Kalbimin azari, nehir sulganlık, İksandır yermeli, üstün kılganlık. Mihredin can emez, illeydu can, Mihrin soğusu, diliş amallık. Mihrdin can emeslidu can, Mihrin soğusu, diliş amallık.